mana shu kiyinmagan stilimga bitta narsa esimga tushdi-da. Kollejimizda bitta qiz bo'lardi. Qimmat, zo'r, brendli narsa kiyardi-da. Lekin hech balog'i bir-biriga mos tushmasdi. Biz o'rtoqlarimiz bilan kulardik-da. Hamma narsaga puli bor, sharoiti bor, lekin fokus yo'q, fokus deb o'tirardi-da. Endi men o'zimning holatimni qarayman. Ba'zi ko'k ko'yning ustidan oq kofta kiydim. Bunga patsvet bo'lmagan ro'mol o'rab oldim-da. Oyog'imda rangi mos tushmagan qora krossovka. Birovni ustidan kulsang, sening holating xuddi shunday bo'ladi degan gap bo'ldi lekin. Hozir erimga ham aytolmas, stilim dahshat bo'libdimi? Hech balog'im bir-biriga mos emasdi-da. Kuldilar lekin. Ertalabdan oyijonim osh qilib keting dedilar. Tepa qovurib susab ketsangiz, keyin kelib mandim deyman dedilar-da. Xayol bilan oshni birinchi piyoz solinadi, balobattaru birinchi men go'sht savarimman deb.